slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't. Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlarni xayrli va barakatli qilsin. Bugun mana 29-avgust Sergeli mashina bozoridamiz. Hop. Elektromobil Nissan Selfie va Xpeng G3 ni olib chiqqanmiz. Nissan Selfie'miz 23 ming kami bor. Xpeng G3 Smart'da 520i bu 45 ming kami bor. Avtopilot, avtoparkovka hamma yo'g'i bor. Hop, bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Nissan Selfie'miz 380 chademosi bor. 380 da yarim soatda zaryad bo'ladi. Bu GBT qo'yilgan, ya'ni Xitoydagi. Shuning uchun juda ko'p zapravkalarda zaryadga olaveradi bu. Uni ustiga uyda ham zaryadga oladi 220. 220 ga olganda bu 7 soatda oladi. Batareyasi 38 kilovatli buni batareyasi. Bir zaryadda 338 NDC bo'yicha yura oladi deb pasportida ko'rsatilgan. Maksimal tezlik 160. 80 kW ot kuchiga elektron sinxronli motor o'rnatilgan. Ot kuchiga o'girilganda 109 ta ot kuchiga ega. Balonlari 195 ga 60 16lik qo'yilgan. Shtampovoylik, zero emission. Oldingi Nissan Selfie'da keyingi avlodi. Xitoyda dizayni o'zgartirilgan holatda ishlab chiqarilgan. Batareyka, motor, asosiy qismlari Yaponiyadan keltirib sborka bo'lgan. Qolgani ish chiqishi, faralari, ba'zi jihozlari Xitoyda o'zida ishlab chiqarilgan. Bu Xitoyning ichki bozori uchun ishlab chiqarilgan asli. Shuning uchun mashinamizning monitori xitoycha edi. Hozir bu monitorni biz o'zgartirdik. Bu monitor qo'yildi. Ruschaga o'girdik. Faqat shu mashinani ruscha qila oldik. Shu Android sistema 801 ishlaydi. Juda yaxshi. Boshqa mashinalarda bu narsa yo'q. Hattoki YouTube, Play Market, Chrome hammasi ishlaydi. Yandex taksilarda ham nimasi hammasini yuklasa bo'ladi bunga. Android sistema 801 sistemalari. Bu o'rnatilib shunga moslangan. O'ziniki kichkinagina radio bo'ladi. Buniki Nissan Selfie'ga zavodskoy, mana bunga o'xshagan ikkita bo'raydigani radio xolos. Boshqa narsa yo'q. Buni kela xitoyliklar monitor shuni o'rnatishgan. Bu monitorning markasi bor. Android shu mashinalarga qo'yiladigan. Shundan qo'yilgan. Xo'p, demak, Xitoy mashinalarimizda kelayotganda manosi xitoycha bo'ladi. Yoki angliskiy versiya bo'ladi. Mana tomoni speedometrni ko'rinib turgan bo'lsa, xitoycha, yarim angliskiy. Angliskiy qo'yilgan narsalari. Hop. Start stop qo'yilgan. O'zi burali zavodskoy burama kalit tushadigan bo'lgan. Start stop. Climate kontrollar hammasi ishlaydi. Drive'lari ko'rib turganingizdek orqaga R, neytralga va DB. Bu Nissan Leaf'larda ham xuddi shu qo'yilgan. Shu holatda mana jo'shdi, skorostidan jo'shdi holatda mana. Shu holat bo'ladi. Parking mana bu. Drive'da D ga qo'ysiz, sportivniy rejim B ga qo'ysiz, sal ekonom rejim. Mana ekosini qo'shilsa, ekonomichni yura oladi. Eko rejim bu D'da ham B'da ham eko rejim bor. Ikkoviga ham qo'ysa bo'ladi. Ekosiz ham yursa bo'ladi. Barlari. Bu koja, eko koja qo'yilgan. Xitoydan kelishdan oldin Xitoyda u yerda qo'yilgan. O'ziniki latali bo'ladi, perfumli bo'ladi. Orqalarida ham ko'rsatamiz.
Uzr so'raymiz. Endi biz bozordamiz. Bunaqa narsalar ham chiqib qo'yishib turibdi. Liftni o'zi hisobda faqat sedanlik. Sedan. Ko'rinishi, yurishi yumshoq, juda yaxshi. Ruchnoy tormozi bu oyoqqa qo'yilgan. Mana chap tomondagi ruchnoy tormoz va tormoz gaz. Buni rekuperatsiyasi shu gazdan oyog'ingiz olganda rekuperatsiya qilishni boshlaydi. Zaryadga berishni boshlaydi. Yana bir qator tashqi ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinishi, ruchkalari ham chiroyli. Bagajlari ham katta, 540 lik, 540 podkatka, atkatka deydi. Shunaqasi bor mana. Zapaska balon, buksirovkalari. Mana o'sha zaryadkasi. Damashniy zaryadka bu oddiy uyda zaryadka qiladi. Mana oddiy zaryadkada bu mashinaga suqiladi bu tarafi. Rezetkaga suqamiz. 2-3 kilovatlik zaryadka oladi mashinamiz. Keyingi mashinamiz mana Nissan Leaf yonidagi Xpeng G3. Balonlari buniki 215 ga 55 17 talik. Bu yurmagan yangi mashina 2020. Kameralari bor mana bu yerda. Mana kamera, o datchiklari. U oldi ko'rib ketadigan raspoznovat deb qo'yadi. Oldidagi mashinalarni tanib ketadigan kamerasi. Mana kamera. Bu radari, mana ko'rganingiz bu radar. Stop and go deydi, ya'ni o'zidan o'zi to'xtaydi. Biror narsalar chiqib qolsa, passajir yoki odamlar mashina sekinlab qo'yganda shu orqali ular sensorlari, sensorlar 24 ta hisoblanadi, oldi orqa. Sensorlari 24 ta, atrofdagi mashinalar hammasini hisob-kitob qilib beradi. Sizga avtopilot ishlaydi. 3-pokoleniya avtopilot mashina. Keyin avtoparkovkasi bor buni. Mana avtoparkovkalari bor. Masofa saqlash, bokovoy mashinalarni slipej zonadan aytish, hammasi bor. Avtoparkovkada siz chaqirsangiz, oldingizga kirib borib, oldingizga keladi bu mashina. Parkovkani essiz, yana o'zi joyini tanlab, joyiga kirib oladi. Bu o'sha palasalarni ko'rish kerak albatta. Shu palasalarni ko'rganda keyin o'sha orqali kamerada hamma yoqda aytib boradi. Keyin parkovka qiladi. Oldi nimamizda katta monitori, plansheti joylashgan. Speedometer monitori bor. Elektropaket, ikki sidenalar ham elektropaket. Orqa bagajligimiz ham elektropaket. Kalitda ham ochasiz, planshetda ham va qo'lda ham ochishingiz mumkin. Demak, bugungi kunimizdagi mashinalarimiz shu bozorga olib chiqqan shu ikkita mashinamiz bor. Kelib ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh.